Bir inson bilan do'stlashdim dedingizmi? Endi u insonning ortidan shubha gumonlarga bormang, g'iybat qilmang, uni yomonlamang yoki u haqida turli xil yomon xayollarga bormang. Do'stlikning oltin qoidasi shu. Do'stlashdingizmi? Do'stingizni sizdagi haqlari shunchalik ko'pki, hatto sizdan so'ramasdan cho'ntagingizdan pul olib ishlatishi mumkin. Hattoki ulovingizni sizdan so'ramasdan haydashi, ya'ni minishi mumkin. Sizdan so'ramasdan taomlaringizni yeyishi mumkin. Do'stlikning qoidalari qattiq. Shuning uchun do'stlashishdan avval yaxshilab o'ylab, keyin do'stlashing. Aslida yaxshi, solih va sadoqatli do'st ham Alloh taolo tomonidan beriladigan ulug' bir ne'matdir. Bunday ne'matni esa Alloh taolo hammaga ham beravermaydi. Sizga berdimi? Bu ne'matni shukrini ado qiling. Chunki siz dunyodagi kam sonli ne'matlarga ega bo'lgan insonlardan birisiz.